Yo, hammaga salom obunachilar. Bugun sizlar bilan biz yana o'sha Akuka Vlogs kanaliga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan biz Orolni 3-qismini olamiz. 3-qismini olamiz deb o'ylayman. 3-qismini olamiz. Sizlar albatta videoga like va obuna bosib qo'yishingiz sizlardan chiqmasin. Tezroq 50 ta obunachi bo'lishimiz kerak. O'tgan videoni 400 ta prosmotr olibdi. Bu juda yaxshi. Ikkinchi qism zo'r olibdi. Shuning uchun bu video ham ko'p oladi deb o'ylayman. Qani ketdik bo'lmasa video. Qani endi biz sekin mana Orol 3-qismini ham boshlab oldik. Meni o'tgan qismda mana bu creeper uyim portlatganda o'shani hozir to'g'rilab, daraxtlar ham o'z joyida hozir to'g'rilab, tayyorlab, zo'r qilib qo'ydim. O'tgan qismda biz mana o'zini qilib, bu yerda qayiq qilgandik. Bu qismni kanalimga o'tib ko'rishingiz mumkin. Ikkinchi qismini, buni albatta birinchi qismi ham bor. Endi biz bu yoqqa narsalar qurishga harakat qilamiz. Bu yoqda nimalar quramiz desangiz, Nargi Orolga keyingi qismda o'tishimiz mumkin. Bu yoqda biz birinchi rivojlantirib olib, bu yoqqa yana bitta uzun katta bino qurib, katta bino qurgandan keyin unga o'tishimiz mumkin. Nargi Orolga o'tishimiz mumkin. Biz hozir katta bashna qilishimiz kerak. Va toshlarni olamiz. 31 ta toshimiz bor ekan. Yerdan qazib olsak ham bo'laveradi. Yerimizda bor yana. Bunaqa daraxtlar ham olamiz agar kerak bo'lib qolsa. Kirka tapur yonimda. Sizlar albatta kanalga like va obuna bosib qo'yishingiz sizlardan chiqmasin. Video qiziq bo'ladi. Mana bularni ham ochib qo'yaylik, keyin qabaq qo'ymasin. Mana shuncha joy yetsa kerak. Mana bularda ham yaxshilab yerlar bilan bizda yer muammosi bor. Bunaqa yerlar topishimiz qiyin bo'lyapti. Masalan, pulni ochib tashlasak, pulni ochishimiz kerak. Bu yerda ochishimiz uchun bu yerda ochmaymiz, yarimta qilib ochamiz. Hozir bu yerda ochib tashlasak, keyin narigi uyimiz tabdil bo'ladi. Shuning uchun mana shuni hammasini olib tashlaymiz. Bizga albatta temir kerak, keyin aslahalarimiz kerak. Bu imperiya uchun. Keyin Orolni yaxshilab bezatamiz degan bu rubrika 10 ta qism qilamiz. Nechta qism qilsangiz o'zingizdan bilmayman. Qarab qilamizda. Sizlarda aktivlarga qarab. Endi mana yoqlarda 64 ta blok bo'ldi. Mana yoqlarni yopib chiqamiz endi. Tekis qilib yopib chiqamiz. Mana bu yoqlar hamma joyini yopib chiqib olgandan keyin endi mana yoqqa katta bashna qursak ham bo'laveradi. Sekin biz ham toshdan qilamiz hammasini. Toshdan qilmasak bo'lmaydi. Bu bashnani hali katta qilmoqchi edim, lekin bu qo'yadigan narsamiz. Mashinchalik qism yetar 1 2 3 4, kakras 4 1. Yerdan ham tosh olsak bo'ladi yoki kreativdan ham tosh olsak bo'ladi. Men kreativdan tosh olmayman. Biz bu yerda 0 dan kuchayapmiz, shuning uchun kreativdan tosh olmayman. 1 2 3 4. Hammasini 4 ga 4 qilsak, yaxshiroq chiqadi. Bu yoqqa zinalar qo'yib, joylarni katta qilamiz. Joylarni katta qilib, zo'r qilib, bu yoqda hozir katta bashnani quryapmiz biz hozir. Ana biz buni endi platformasini qurib oldik. Endi mana bunday qilib chiqsak, blokimiz yetsa bo'ldi. Bu yerda kiradigan joy bo'ladi. Kakras tosham yetdi. Pollarni qazib, tayyor qilib qo'ysak, zo'r chiqadi. Birinchilar sizlarga kanalga obuna, like va obuna bosib qo'yishingiz sizlardan chiqmasin va kommentga obuna bo'ldim deb yozsanglar, men podpis qaytaraman. Bu telefonni qaytarmasligim mumkin, boshqa akkauntdan ham qaytarsam bo'laveradi. Mana yoqda ham aytgancha creeper portlatganda bizga bu yoq qiziq emas. Bu yoqda keyin ham o'g'irlab olaveramiz. Bizga hozir birinchi o'rinda tosh kerak. Bu yoqda kakras shaxta qilsak ham bo'laveradi. Yaxshi chiqadi shaxta qilsak. Kreativdan foydalanib, creeperdan foydalanib. Lekin yer boshqacha ekan, rozmachilar. Yer boshqacha ekan. Bu yoqdan qilib bo'lmaydi. Yopib tashlaymiz. Mana yoqdan o'zimiz sekin yerda ichiga kirib, topishamiz. Dikka tushyapti. Ne bunday bunaqa? Hamma yerdagi shunaqa. Obunachilar bo'lmasa kreativdan olishga harakat qilaman.
Bu yoqda yo'q ekanda, mana hozir qazib ko'raylik, mana yoqlarda ham. Bo'lsa olamiz. Bor ekan. Men bitta uxlab turay, hozir yana creeper kelib, yana portlatib, yana o'ldiradi. Hozir biz bu yoqdan qanday hozir chiqib kiramiz? Biz chiqib kiradigan joyimiz yo'q bo'lsa. Qo'laymiz, ertalab turamiz. Ertalab turib yana ishimizni davom ettiramiz. Hozir bu yoqda biz endi kirib chiqish joyini qilishimiz kerak. Biz bu yoqda mana yoqdan sakrab chiqmasak kerak. Boyagi toshlarni olamiz. Mana yoqdan kirib chiqadigan joyini qilamiz bo'lmasa uyda. Sekin sekin toshni olamiz, yaxshilab. Tagi kon ekanu. Obunachilar kreativdan olishga harakat qilaman. Bo'lmasa mana yoqdan olib ko'raylik-da. Harakat qilib ko'raylik. Bir ko'raylik. Yana suv chiqsa agar chiqardik. Bu yoqdan suv chiqmay, kakras ko'mir ham chiqdi. Ko'mir kerak bo'lib turuvdi. Mana ko'mirlar hammasini olamiz, toshlar ham hammasini. Bu yoqda suv bor ekanda. Bunalarni yaxshilab qilib olamiz, qazib olamiz. Video qisqa bo'lishi mumkin, qila olmasligimiz mumkin. Chunki men ketadigan joyim bor, shuning uchun borgunimcha olaman. Keyingi keyingi qismga ham qoldiraveramiz. Bu ko'proq vaqt olmaydi. Shuni qilib tashlaymiz. Yaxshilab bu lazolit kerak emas. Mana shu yerda konani o'qisak bo'lar ekanda. Bu anon tagi ekan-ku bu. Shuni yonini yana qazsak, mana shunaqa chiqib kelardi. Tosh shuncha yetib qolsa kerak. Bizga temir ham kerak, toshdan narsa yasamasak kerak. Bo'lmasa endi toshdan narsa yasaymiz-da endi. Bu orol-ku bu, katta imperiya emas. Imperiya qismini chiqazinglar desanglar ham imperiya qismini chiqazaman, faqat bundan keyin sizlar agar bu videoni 1000 dan o'qisanglar, prosmotr qilsanglar, keyin katta joyda hackerga o'xshagan imperiyalar qurishga harakat qilamiz, katta qilib, yaxshilab, zo'r qilib. Uning uchun bu video uchun 1000 ta prosmotr kerak bo'ladi. 1000 ta prosmotrdan keyin qilamiz. O'shani qilamiz. Ana katta yerda, обычный yerda ana qilamiz, imperiyalar quramiz. Katta hackerga o'xshagan. Hackerdan ko'chirmayman, o'zim g'oyam bor. O'zim bilan bir xil qilaman. Hacker bilan bir xil qila olmayman, chunki uni modlari bor, menda yo'q. Oddiy Minecraftda ham o'xshatishga harakat qilamiz. Sizlar albatta kanalga like va obuna bosib qo'yish eslardan chiqmasin. Tezroq 50 ta bo'lishimiz kerak. 50 ta bo'lgandan keyin stream ochiladi. Men ko'p shorts qo'ymaganman, shuning uchun stream ham qanday ochishlar ekan? Bu juda kichkina bo'lib qoldi-ku. Mana yoqni 5 ta sanab olmaganmanmi? 4 ta yana nima? Kirish bilan bu yoqda qilib qo'yamiz. Bo'ldimi? Shugina toshmi? Voy, buncha past. Yer bilan chiqib yana ozgina ko'tarishga harakat qilamiz. Hozir birinchi o'rinda biz yopib tashlabman-ku. Mana kakras tosh topildi. Boya konimizga tushdik. O'sha yerdan kon qilsak ham bo'lar ekan, lekin yaxshi ham creeper portlatibdi. Tepamda ham ko'mir bor ekan. Juda ko'p ko'mir. Ularni yaxshilab kovlab tashlaymiz. Shaxtani ham quramiz. Bu qismda emas, lekin biz quradigan narsalarimiz ko'p. Biz shaxta qurmasak ham bo'laveradi. Shuni qurib tashlaymiz.
Bu videoni men 6 ta qismdan qilsam bo'laveradi. Ko'p qismdan qilsam keyin sizlar zerikib qolasizlar o'sha qismdan. 6 ta yoki 7 ta normalniz.